Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Chorva ishqibozlari, arashan suyuvchi do'stlarimizdan inshaalloh mana bugun biz shu mashhur obraz degan qo'chqor chiqqan qo'raga yetib keldik. Bugun 2026-yil 26-yanvar buyursa inshaalloh. Allohning buyrug'i bilan mana Xudo xolasa Allohning buyrug'i bilan yetib keldik. Shavkat akamning qo'ralariga Xudo xolasa. Aka, bu qo'chqorimiz haqida ma'lumotni bersangiz, obrazni bolasi, klichkasi nima? Assalomu alaykum. Bu qo'chqorimiz klichkasi Sarxan. Aha. Yoshi 1 yoshu 1 oylik. Mashallah. Go'zalligiga ahamiyat beramiz do'stlar. Kalla nima deyapti? Kallaga bir alohida izoh qoldiringlar kommentariyada. To'shlariga, kasaklariga, dumbani tushib ketmaganligiga ahamiyat beringlar obunachilar. Bu qaysi qo'chqor aka? Bu qo'chqorimiz klichkasi Sindar. Sindar Yoshlari obrazni bolasi. bolalari. Mashallah. Go'zal ekan bu ham. Mashalloh. Alloh barakasini bersin. Lekin ancha-muncha qo'chqorlarni bu kallalari unaqa bo'lmaydi. O'zini yoshiga nisbatan kalla bomba. Mana akamiz oldilarida turibdi, mana qo'chqor. Kallasini ko'rib bir o'zingizlar baho berib qo'yinglar. Paqirda keladi o'zi ham, mashallah. Go'zal. To'shiga ham ahamiyat beramiz. To'shlariga, kastaklariga, dumbasi osilmaydiganlar. Gap so'z yo'q, mashallah. Alloh mana qo'chqorlar dumbalariga ahamiyat beringlar, razrezlari takansa mana. Ko'rib baho berib qo'yinglar. Mashallah. Tekis. Buni bolalarni ko'rsatamizmi aka? Buni bolalarini ko'rsatamiz, Xudo xolasa. Mashallah deb qo'yinglar do'stlar. Bolalarini kutib qolinglar. Mashallah, azizlar, mana 15 kunlik qo'zilari. Sindirdik-a bu aka? Sindardi qo'zilari. Sindar. Mashallah. Svetlariga ahamiyat beramiz, go'zal ekan bir-biridan. Urg'ochi bular qo'zi. Bular urg'och qo'zilar, qo'chqorlar bor. Aha, tomoshaga bular. Tomoshaga bular. Mashallah, mana qaranglar. Svetlarini, kasaklarini bir-biridan go'zal. Mashallah, hammaga nasib qilsa kommentariyaga mashallah deb yozib ketinglar, obunachilar. Mashallah. Alloh barakasini bersin. Seleksiyaga aka bular yo sotiladi? Yo'q, bular seleksiyaga. Bular sotilmaydi. Alloh, obunachilarimiz bu yoq sektorda abratsani o'g'illari, bolalari bilan originalda bolalari ekan. Mashallah. Urg'ochilarga gap so'z yo'q. Mashina ekan urg'ochilar. Sektor qilib ko'rsatib ketaveramiz, kuzatishda davom ettinglar. Mashallah. Alloh, men uni ko'rib qo'chqor deb o'yladim borib. Urg'och ekanligim bu. Mashallah, bir-biridan go'zal. Bularni ham ko'rib baho berib qo'yinglar. Hammasi zavoddan chiqqanday bir xil, hammasi ko'z tegmasin. Seleksiya qilsang, shunaqa qilsang, mashallah deb orasan-da, maza qilib orasan o'zing. Ushlab chiqa olmadik. Vobshe katta narsa ekan borib. Ko'z tegmas. Urg'ochi bu, urg'ochi. Do'stlar. Urg'och. Qo'chqor emas, ko'rgan odamlar qo'chqor deydi. Mashallah. Tabarakallah. Bu qo'rani bu sektorda ko'rib borib, o'zim bilan O'zbekistonga olib ketganlarim kelib ketyapti-da. Mashallah. Gapirib yuboryapti mana. Mashallah. Tabarakallah. Qo'raga ham gapsiz yo'q, oxirlari ham moshni qilishibdi oxirlari. Qaranglar. Hozir borib sizlarga men yoqtirgan Sakura degan urg'ochini ko'rsataman. Mana bu Sakura. Inshaalloh do'stlar, buni ko'ringlar. Shu men yoqtirgan Sakura degan urg'ochi Soliq. Men sizlarga hozir buni yoshi bilan parametrini aytaman. Imo kallani ko'rsataman birinchi o'rinda. Galava tuda, ha. Kallasini ko'rib baho berib qo'yinglar, mashallah. Mashallah. Sakura. Buni bo'yi necha aka, quloq necha? Bilasizmi? O'lchaganmisizlar? Примерно. Qo'zi tishda, mashallah. Bo'ldi. Buni qulog'i, hozir sizlarga aytsam, qulog'i 23,5, bo'yi
Necha dedingiz boyni? 88. 88 santimetr maşallah. Sakura. Dumma qismini ham ko'rsatib qo'yaylik. Maşallah, razrezi ham bakansi. Razrezi moshni. Maşallah. Obunachilar, shunaqasini ko'rganmisizlar? Maşallah deb ketinglar. Maşallah deb qo'yinglar obunachilar. Buni ko'rgandan keyin o'zingizlar kela olmaysizlar, maşallah. Nimaga unaqa deyapman? Bu 10 oylik qo'zi urg'ochi. Quloq necha dedingiz? 23 plus. Quloq 23 plus maşallah. Go'zal ekan-a? Tomoshaga albatta. Gruzinni qizi bu. Bu gruzinning qizi, klechkalari mis izashni. Maşallah, maşallah. Go'zal ekan lekin. Bitta quyrug'ini ham ko'rsatib qo'ysa. Maşallah, mana razrezda kansa, bosh nima deyapti? Quloq. Gap so'z yo'q, maşallah deb qo'yinglar. Maşallah. Go'zal. Do'stlar, obunachilar, hozir mana biz shu mashhur obraz degan qo'chqorni xonadonlarida bo'ldik. Like bosib, hurmatli obunachilar, mehnatimizni qadrlab qo'yinglar inshaalloh. Sizlar bilan Muhammad Ali yana ham zo'r ko'riladi. Ko'rsatishga harakat qilamiz. Obunachilar, qo'y boqinglar, qo'yda baraka bor. Inshaalloh kommentariyada izohlaringni kutaman. Xato kamchiliklarga rozi bo'lasizlar. Sog' bo'linglar.